Yanvar oyi pensiyalari qachon to'lanadi? Pensiya jamg'armasi bunga javob berdi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like tugmasini bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, pensiya jamg'armasi yanvar oyi pensiya to'lovlari bo'yicha fuqarolarni qiziqtirayotgan savollarga izoh berdi. Amaldagi tartibga ko'ra, pensiya mablag'lari har oy bank plastik kartalari orqali oluvchilarga oyining 5-sanasiga qadar o'tkazib beriladi. Pensiyani naqd shaklda oluvchi fuqarolarga esa to'lovlar har oyining 4-27-sanalar oralig'ida yetkazib beriladi. Ma'lumki, joriy yilning 31-dekabrdan 4-yanvargacha bo'lgan kunlar Yangi yil bayrami munosabati bilan dam olish kunlari etib belgilangan. Shu sababli yanvar oyi pensiyalarining to'lanish muddati bo'yicha savollar yuzaga kelgan. Pensiya jamg'armasining ma'lum qilishicha, pensiya to'lovlari har yili tasdiqlanadigan O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risidagi qonuni asosida moliyalashtiriladi. 2026-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risidagi qonuni bilan pensiya jamg'armasining 2026-yil uchun xarajatlari tasdiqlangan. Shundan kelib chiqib, yanvar oyi uchun pensiya to'lovlari bank plastik kartalar orqali oluvchi fuqarolarga 2026-yil 5-yanvardan boshlab yuklab berilishi ma'lum qilindi. Shu kundan boshlab pensiya jamg'armasi tomonidan pensiya yetkazib beruvchi tashkilotlarga ham mablag'lar moliyalashtiriladi. Naqd shaklda pensiya oluvchi fuqarolarga esa yanvar oyi pensiyalari 2026-yil 5-yanvardan 27-yanvargacha Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan tasdiqlangan kundalik grafik asosida mahalla fuqarolar yig'inlari orqali yoki fuqarolarning yashash manziliga yetkazib beriladi, deyiladi xabarda.